Diqqat, tezkor xabar. O'zbek xalqi uni o'yinlarini maroqlik bilan tomosha qilayotgan taniqli futbolchi Abbosbek Fayzullayev hozir shifoxonada ekanligi haqida xabarlar tarqaldi. Yaqinda bo'lib o'tadigan o'yinlarda ham u maydonga tushmasligi aytilmoqda. Uning ahvoli qanday? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Abbosbek Fayzullayev joriy yilning 13-oktyabr kuni bo'lib o'tadigan Urugvay milliy terma jamoasiga qarshi bo'ladigan o'yinda jarohati tufayli qatnasha olmasligi ma'lum bo'ldi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston terma jamoasi va Istanbul Başakşehir futbolchisi Abbosbek Fayzullayev Kuvayt bilan bahsda jarohatlandi. U 21-daqiqada raqib bilan to'qnashib ketgan va oqibatda tizzasidan lat yegan. Ijtimoiy tarmoqlarda bugun tarqalgan xabarlarga ko'ra, Fayzullayev Urugvay bilan o'ynamaydigan bo'lgan. Bu haqida UEFA matbuot xizmati xabar bergan. O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Abbosbek Fayzullayev Kuvaytga qarshi o'yinda jarohat olib, maydonni tark etgani keltirilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston-Urugvay bellashuvi 13-oktyabr kuni Malayziyaning Malakka shahrida o'tkaziladi. Bahs Toshkent vaqti bilan 17:45 da boshlanadi, deyiladi xabarda. Biz Abbosbek Fayzullayevga shifo tilab qolamiz.